Amirali Saidbekov, Teshaboy Odilov va Solijon Olimov az zumraи on abarmardon و قهرمانان فراموش نشونده سوخ می باشند که در سالهای فتح فاشیسم در نبردهای شدید خونین مردانوار مبارزه بردند. بنا به سرچشمه‌های تاریخی در آغاز جنگ دوم جهانی در ناحیه سوخ حدود 10,000 نفر اهالی استقامت میکرد که از این میان بیش از 2,000 نفر جوانمردان شجاع برای حفظ مرز و بوم و آزادی انسانیت به جبهه‌های جنگ سفربر شدند. امروز آموختن صحیفه‌های درخشان تاریخ سوخ و آشنایی با قهرمانی‌های فرزندان این ناحیه کوچک و کهن‌بنیاد برای نسل جوان یکی از وظیفه‌های مهم وطن دوستی به شمار می‌رود. هرچند درباره کارنمایی‌های تشابوی عادلوف یکچند حکایه و آچرک‌های تاریخی به تب رسیده بودند، اما تا این دم یک اثر یا کتابی مکملی که تاریخ جنگاوران ناحیه سوخ را پر را فرا گیرد وجود نداشت. خوشبختانه با سعی و کوشش و تشبث تلقینجان زاهدوی راشدانه کتاب گرامی داشت جنگاوران این دیار با نام سوخلیک جنگچیلر یعنی جنگاوران سوخ با زبان دولتی در هم مؤلفی انتشار یافت. امروز در مرکز مدنیت ناحیه سوخ با اشتراک وسیع فعالان، ضیائیان و جوانان مراسم تقدیمات این کتاب تاریخی در فضای با تنتنه برگزار گردید. مقصد So'x tumani ham O'zbekistonimiz eng jannat makon joylardan biri bo'lgan. Shu yerdan boringki 1,5 mingga yaqin jangchilar ketgan bo'lsa ikkinchi jahon urushiga, yarmidan ko'pi o'sha yerda halok bo'ldi janglarda. Shularni yoshlarimizga yana bir eslatish, yoshlarimiz ularni ko'rsin, o'qisin, shulardan o'rnak olsin, vatanparvarlik qanaqa bo'ladi, jasorat qanaqa bo'ladi, xalqim uchun, vatanim uchun. Mana o'sha Amirali Saidbekov ham, Teshaboy Odilov ham, Solijon Olimovlar ham, qolgan jangchilar ham shu fashistlar, gitlerchilar bostirib kelib, meni yurtimga, ota-onamni abgor qilib, yo'q qilib tashlashi mumkin deb turib, vatan himoyasiga chiqishgan. Himoya qilganda ham ko'plari jonini fido qilib frontlardan qolib ketishdi. Qaytib kelganlar keyin So'xni rivojlantirishda hissalarini qo'shdi. Shularni ko'rsatib, endi bizdan oldin ham shu so'xliklar haqida, so'xlik jangchilar haqida kitoblar chiqqan. Bizning asosiy maqsadimiz noma'lum bo'lgan shu jasor so'xlik jangchilarni bizga noma'lum bo'lgan faktlar, raqamlar Moskvadan haligi muhrlanib maxfiylashtirilgan hujjatlarni olib kelib, biz asosan harakat qildik, hujjatlar gapiryapti. Arxiv hujjatlari, maxfiylashtirilgan hujjatlarni hammasini kitobga joyladik. Bizning yutug'imiz shunga erishdik deb o'ylaymiz. Albatta kitobga baho berish bu So'x xalqiga, So'x fuqarolariga, So'xlik mehnat faxriylariga ular baho berishadi. Biz tayyormiz. Qanaqa o'zgarish, qanaqa qo'shimcha bo'lsa, ikkinchi nashrda tojik tiliga ham iltimos qilishyapti. Shu kitobni tojik tiliga ham o'marib, tarjima qilinib yoshlarimizga tarqatsak deymiz. Biz albatta bu bajonidil qabul qilamiz bu iltimoslarini. Biz shu kitobni tojik tilida ham nashr qilishga harakat qilamiz. در چورابینی نه فقط تقدیمات کتاب جنگاوران سوخ بلکه معرفی فیلم نوی که از جانب ازبکینا استحصال شده است و با کارنمایی‌های اشتراکی جنگ دوم جهانی ساکن ناحیه رشتان محمدعلی توفالدی بخشیده شده است برگزار گردید. به این مناسبت در چورابینی اکتیوران مشهور ازبکینا نیز اشتراک کردند. Bu inson aslida mana shu Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidon qishlog'ida tavallud topgan inson. Mamadali Topboldiyev. Bu kishi shu yerdan frontga boradi. Va frontda juda katta qahramonlik ko'rsatib keladi. Bu inson borganda o'sha nemis fashist boshqinchiligiga qarshi urush boshlagandan boshlab to urushni tugaguncha juda katta qahramonlarni ko'rsatib, agar nemislar eshitsa uning nomini qochgani in topolmagan. Hattoki uni qilayotgan ishlari, uni qilayotgan taktikasida qo'llagan strategiyalari dushmanlarni lol qoldirgan. Ular kutmagan joydan zarbalar bergan va juda ko'p talafotlar keltirgan dushman o'rniga. Va natijada Gitlerga yetib borgan.
eng o'sha rahbari Gitler bo'lsa, Gitler ham nomini eshitsa o'zini qo'yadigan joy topolmagan. Va shu darajaga keltirganki, shu odamni topib, menga o'lganimni, tirigini topib kelasizlar, uni yo'qotasanlar va tez orada bundan qutulishimiz kerak deb uni boshiga juda katta evaz, ya'ni pul tikadi. Lekin hech kim uddasidan chiqmaydi. Oxiri general Xosman degan generalni shu ish bo'yicha ataylab mana shu operatsiya bo'yicha yuboradi. Shu topib oldi, yo yo'qotib, yo olib kelishdi. Hattoki o'sha yuborgan generalni ham topib oldi, yo'qotadi. Mana endi qarangda, bu yerda bizni O'zbekistonimiz, bizning diyorimizdan qanaqa yigitlar chiqqan, qanaqa bizning ajdodlarimiz kimlar bo'lgan. Biz ajdodlarimizdan faxrlanamiz, ko'klarga olib chiqib gapiramiz. Biz sizlarga nisbatan biron bir yaxshi tomonlarimizni ko'rsatar ekanmiz. Biz shu insonlarni ajdodi ekanligimizdan faxrlanyapmizmi yoki shu insonlarni ajdodi bo'lganligimizdan biz biron bir ibratli holatlar, harakatlar, xatti-harakatlar qilyapmizmi? Biz hozirgi kunda bir chiroyli makonda, chiroyli go'shada yashab, hamma narsa muhayyo bu joyda yashab, shunga ko'nikma hosil qilganmiz. Ba'zi birlarimiz mana qo'pol bo'lsam aytaman, boqimandalikka o'rganib qolganmiz. Biz tayyor narsaga o'rganib qolganmiz. Lekin mana bizning qahramonlarimiz qanaqa shu jabhalarga, mana shu qanaqa shu nima deydi, g'alaba qozonib, qanaqa yutuqlarga erishganlarga qanday qilib yetishgan ekan insonlar. Mana shunda biz hayron qolamizda. Shuning uchun ham bu filmni olib kelib targ'ibot doirasida keltirib ko'rsatyapmiz, xalqimiz ko'rsin, xalqimiz o'zini qahramoni bilan tanishsin. Bu yana yoshlarga bir o'rnak bo'lsin, bir motivatsiya bo'lsin. Ertangi kuniga bir katta bir harakat, shijoat bersin ularga va bu yoshlarimiz o'zini qahramonlarini tanısin. O'zidan chiqqan qahramonlarni tanısin. Mana shu o'ylash mumkin. Tumanda yashayapman, qishloqda yashayapman. Qishloqdan chiqib borgan o'g'lon borib, qahramon bo'lib qaytyapti. Oltin yulduzni olib, qahramon bo'lib, kelib qo'l cho'zsa hamma joyga gap o'tadigan bo'lib. Hattoki Belorussiya bilan bu voqea o'zi Belarusda o'tgan. Belarusda. Bu filmni biza Belarusya aktyorlari bilan hamkorlikda oldik. Bu filmda Belarus aktyorlari ham ishtirok etgan. Avvalambor bu film hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovning shaxsan o'zlari tashabbuslari bilan olingan narsa. چورابینی را حاکم ناحیه سوق سید بهرام سید موسیف حسنی افتتاح بخشیده به تاریخشناسان و سینماگران معروف پیشنهاد نمود که درباره کارنمایی‌های بی‌نظیر قهرمانان سوخی نیز فیلم‌های تاریخی و بدیعی آفریده شوند. حاکم تاکید داشت که مردم سوق از ازل جسور و با متانت بوده، در مسیر تاریخ هیچ یک دشمن نتوانسته است به آسانی به این گوشه کهن بنیاد دست دراز کند. به سبب نیست که شاه و شاعر ظهیرالدین محمد بابر پس از شکست از شیبانی خان محض به خاک سوق پناه آورده موقتا در این گوشه امن زندگی کرد و از حساب جوانان بهادر، جسور و حضربی سوق برای خود لشکری نو آماده نمود. این جوانمردان شرفمند در مسیر تاریخ از جمله در برپا و استوار نمودن سلطنت بابوریان در ملک هند که نزدیک به 300 سال حکمرانی کرد سهمی برجسته، فراموش نشونده و تاریخی گذاشتند. همچنین در روند چورابینی مخصوص تاکید گردید که بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان توجه به احیای خاطره قهرمانان و اشتراکچیان جنگ و ابدی گردانیدن نام نیک آنها به درجه بلند سیاست دولتی برداشته شد. محض به شرافت این سیاست خردمندانه مجسمه های خاطروی بابایان قهرمان ما در مرکز شهر و ناحیه ها از نو قد راست کرده، نام درخشان آنها در صحیفه های کتاب های تاریخی و خاطره با خط های زرین
ثبت گردید. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bevosita 9-may kuni Moskva shahrida shu g'alabaga bag'ishlangan asosiy tadbirlarda ham qatnashib keldilar. Endi bugungi So'x tumanida tashkil etilayotgan tadbirimizni asosiy maqsadi shundan iboratki, ozgina tarixiy chekinish qilib, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich bevosita 2016-yil 1-sentyabrdan boshlab respublikamizga rahbarlik qilishga boshlagandan birinchi kundanoq mamlakatimizda aholini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, shu sohada olib borayotgan ishlarda asosan diqqat markazida bo'lish kerak. Yoshlarimizni shu vatan himoyasiga tayyorlash, ularni qadriyatlarimizni e'zozlashlari, muqaddas tariximizni yaxshi o'rganishlari, qolaversa vatanimiz uchun jonini fido qilganlarni borlarini avaylab, e'zozlab, tarixini chiroyli qilib o'rganish masalalarini qo'ydilar. Bu sohada juda ko'p da'vatlar qilishdi 2017-yil boshlarida. Endi hali tarixiy chekinish deganda shuni aytib o'tishimiz kerakki, shu kunlardan boshlab aytaylik, faoliyatlarni boshlagan kunlarni birinchi kundanoq Ikkinchi jahon urushida qo'mondonlar ichida o'zini nomi bilan frontlarda dongdor bo'lgan O'zbekistondan chiqqan qo'mondon, diviziya komandiri general Sobir Rahimov masalasiga alohida e'tibor qilishib, shahar chekkasiga olib chiqib etilgan haykallarini joyiga qo'yib qo'yilsin. Xalqlar do'stligi maydonining nomi tiklansin. Xalqlar do'stligi metrosining nomi tiklansin. Bu yerdagi Shoh Mahmudovlar 14 yetimni saqlab qolib, o'zini bolasiga qarab, yetim yesirlarni o'zini bag'riga qabul qilgan yodgorlik bor. Hammasini joyiga qo'yib qo'yinglar. Bizni eng asosiy vazifamiz bularni tarixini o'rganish, ularni yoshlarga ko'rsatishimiz kerak degan masalada bevosita respublika miqyosida harbiy vatanparvarlik sohasida qilinadigan ishlardan eng asosiylarini gapirib turib, G'alaba bog'i majmuasi, shon sharaf muzeyi qurish to'g'risida o'zlari me'mor bo'lishib, o'zlari tarixini, planlarini tuzib, rejalarini tuzib berishdi. Mana shu Markaziy Osiyoda hamma havas qiladigan darajada G'alaba bog'i, shon sharaf muzeyi tashkil qilindi. Endi shu oxirgi 5-6 yil davomida Ikkinchi jahon urushida O'zbekistonda ishtirokiga oid 60 dan ortiq kitoblar yaratildi. Yangi kitoblar, yangi nomlar. O'zbekistondan dastlab 270 ta, 275 ta Sovet Ittifoqi qahramoni bor degan raqamlarda aytishardi. Yangilarini topib, hozir 301 ta o'zbekistonlik jangchilar Ikkinchi jahon urushi yillarida Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga ega bo'ldi. 70 dan ortiq O'zbekistondagi turli millatlarga mansub bo'lgan askarlarimiz, jangchilarimiz 3 marta Slava ordeni kavaleri bo'lishdi. Ular ham Sovet Ittifoqi qahramoni darajasida tenglashtiriladi. Shularni hammasini o'rganib, shularni hammasini xalqimizga yetkazib, jasoratlarini chiroyli qilib, xolisona tarixini yaratinglar deb Moskva shahriga ham, davlat arxiviga, muzeylarga jo'natishib, kutubxonalarga jo'natishib, O'zbekistonda ishtirokiga oid barcha masalalardagi arxiv hujjatlari, bir necha maxfiylashtirilgan hujjatlarni ham olinib, shu O'zbekistonga olib kelindi. Endi juda katta bir mulk bo'lib qoldi o'zbek xalqiga G'alaba bog'ini yaratilishi. U yerda ko'rganlar bor, juda ko'pchilik boryapti. Haqiqiy qadam joylardan biriga aylandi. O'sha kiraverishda 15 ta Ikkinchi jahon urushida qatnashgan, dong'i afsonaviy dong chiqargan, matonat, jasorat ko'rsatgan 15 nafar qahramonlarni qo'yilgan bo'lsa, eng asosiy o'rtada turibdi general Sobir Rahimov. Yonida chap tomonda So'xlik hamqishlog'imiz, O'zbekistonlik o'sha paytda rota komandiri bo'lgan Amiral Saidbekov turibdilar. Amiral Saidbekov turibdi. O'ng tomonda esa Mamadali Tofoldiyev, Ahmadjon Shukurov bizni viloyatdan va qolgan aytaylik shu O'zbekistonda shu turli millatlarga mansub bo'lgan 15 ta nimani timsoli turibdi.
Buni hozir xalqimiz boryapti, ko'ryapti, g'ururlanyapti, faxrlanyapti. Qarang, bizning avlod ajdodlarimiz fashizmga qarshi, natsizmga qarshi kurashib, shunchalik qahramonlik ko'rsatishgan ekanliklarini ko'rishib, zavqlanib qaytishyapti. Endi shu masalada mana prezidentimizning da'vatlariga binoan biz ham shunga labbay deb javob berib, mehnat faxriysi pensiyada bo'lishimizga qaramasdan men birinchi kitob yozdim. Kitob ko'p tirajda chiqdi. Mana keyinchalik Zohidon qishlog'ida muzey tashkil qilib berildi. Mana kuni kecha Toshkent shahrida premyerasi bo'ldi. Osiyo arsloni topoldik degan badiiy film tayyorlandi. Bugun shu filmni olib keldik. Mana hozir so'xliklar bevosita premyerasini ko'rishyapti. Shu filmda ishtirok etgan kino artistlar ham olib kelganmiz birgalikda. Kino aktyorlar ham qatnashyapti. Shuningdek, endi biz bugungi maqsadimiz shu So'x tumani 2-jahon urushi yillarida degan kitobimni ham taqdimotiga keldik. 200 dan ortiq, 300 ga yaqin men kitobimni olib keldik. Kitob 2 kishi muallifligida bo'ldi. Asosiy muallif men bo'lsam, ikkinchi muallif o'sha G'alaba bog'ini rahbari polkovnik Yusupov Sho'rat Nabiyevich bo'ldilar. U kishi ham juda katta yordam qildilar. Ikkovimiz nomimizdan shu So'xlik jangchilar 2-jahon urushi yillarida degan kitob nashr etildi. Biz har bir mahalla fuqarolar yig'iniga 2 tadan, har bir maktab kutubxonasiga 2 tadan, bu yerdagi meditsina texnikum bor ekan, yana bitta texnikum bor ekan, ularning kutubxonalariga, tuman kutubxonasiga, faxriylarga, shu So'xdan chiqqan nomi dong'i ketgan o'sha frontlarda, o'shalarda mana Saidbekovlar oilasi, Odilovlar, Teshovoy Odilovlar oilasi, mana yana bitta qahramonni topdik, So'xdan chiqqan nomzodi qahramonlikka ko'rsatilgan, lekin Teshovoy akaga o'xshab qahramonlik berilmagan. Solijon Olimov haqida ham material topdik. To'l qishlog'idan. Teshovoy aka Odilov esa Xushyor qishlog'idan. Amrlar Saidbek Qalaq qishlog'idan, Tagi Mozoram deyshar ekan, shunaqa joydan chiqqan mana So'xliklarni shu kitobga qo'ydik. Va mana So'xdan chiqqan partizan bor. Yana bitta eng katta bizning maqsadimizga erishdik. Shu kitobda oxirida So'xdan 2-jahon urushiga necha kishi borgan bo'lsa, hammasining familiyasini yozdik. Frontda qolib ketgan jasadlari, o'sha yerda urushda qolib ketdi Yevropada so'ylari. Ularni ham hammasini yozdik. Iloji boricha bu qidirish davom etyapti. So'x xalqiga murojaat qilib aytamiz. Agar shu kitoblar nomlari kirmay qolgan bo'lsa, shu kitobni ikkinchi nashr qilganda albatta tiklaymiz. در روند این محفل با شرف فیلم تاریخی با نام ازبک ارسلانی به تماشابینان و اشتراکداران حواله کرده شد. این اثر سینمایی که از روزگار عبرت‌آموز و کارنمایی‌های بی‌نظیر فرزند جسور ناحیه رشتان محمدعلی تافالدی حکایت می‌کند، در قلب حاضرین تأثیرات عمیق و فراموش نشونده باقی گذاشت. نمایش فیلم مذکور در قلب جوانان سوخ حس وطن‌دوستی، خودآگاهی و افتخار ملی را باز هم بیدار نموده، مهر و محبت بی‌پایان آنها را نسبت به مادر وطن، قدر آزادی و حیات آسایشته و فراوان امروزه یک چند برابر افزون گردانید. ما گواهی آن شدیم که دست اول از طرف ازبک تلفیلم به صورت گرفته شده درباره قهرمانی خلق ازبک گفتن ما ممکن. ازبک من ساکن رشتان محمدعلی تافالدیف با نام ازبک ارسلانی به واسطه ما تماشا کردیم و از آن تاثیرات خیلی بای گرفتیم. این چنین در جنگ دوم جهان از داخلی فرزندان سوخ زمین همه اشتراک کردند. به واسطه ما با نام های امیر سیدبیکوف، تشبای عادیلوف، سالیجان آلیموف را نیز به اعتبار گرفتن ما جایز. به واسطه درباره قهرمان هایی که در جنگ دوم جهان از سوخ زمین، از سوخ مرز اشتراک کردند، کتاب نو با نام جنگاوران سوخ انتشار شده است. به واسطه امروز در تقدیمات آن نیز اشتراک داشته، خیلی با تاثیرات های بای صاحب گشتیم.
هنرپیشگان معروف کشور که امروز به این گوشه افسانه‌ای و کهندیار وطن ناحیه سوخت تشریف آوردند مفتون طبیعت زیبا و نوتکرار آن گردیدند. آنها از شجاعت و کارنمایی‌های تاریخی قهرمانان سوخی به وجه آمده قطعاً تاکید نمودند که در آینده درباره جنگاوران جسور این دیار فیلمی مخصوص تهیه خواهند کرد. ما نشست‌های ایجادی را با ضیائیان و تاریخ‌شناسان صاحب معرفت سوخت براه مانده در اساس سرچشمه‌های با اعتماد تاریخی درباره قهرمانان ناحیه البته یک فیلم مکمل بدیعی آماده می‌سازیم. ابراز داشت هنرپیشه خدمت نشان داده ازبکستان اکتیور و کارگردان معروف انور عظیمов. So'x tumanida juda ko'p qahramonlar. Mana urush davrida Amirali Saidovlar, misol uchun, Teshaboy Odilovlar, snayperlar. Urushda katta bir jonbozliklar ko'rsatib, ular ham o'sha qahramon darajaga yetgan darajalar bo'lgan. So'xni gullashiga nafaqat So'x orqali o'sha O'zbekiston vatanimizni gullashiga o'zini vatanni himoyasi uchun o'zini jonini fido qilgan odamlarimiz, qahramonlarimiz juda ko'p. Men o'zbek kino arboblar uyushmasi a'zosi sifatida va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist sifatida mana shu Anvar Azimov bu hozir ham mana shu hokim bilan gaplashib, u kishidan yaxshi bir fikrlar chiqdi. Nega o'zlari aytibdi, So'xda nima uchun film olmaysizlar, olinglar deb. Yana o'zlarini fikrlarini aytdilar. Biz hamisha tayyormiz. Barobarida bir kitob taqdimoti bo'lyapti. Xuddi shu Kazbek O'zbek arsloni haqida kitob va So'x qahramonlari degan jangchilar qahramonlari sifatida o'sha kitobning taqdimoti bo'lyapti. Kecha kunda biz o'tirib shu olimlarimiz, yozuvchilarimiz bilan nima harbiylarimiz bilan o'tirib suhbatlashganimizda bizga yana fikrlar kelib o'tdi. Va shunda men o'zimga amin bo'ldimki, biz yana davom ettirishimiz kerak. Bu bilan cheklanib qolishimiz kerak emas. Film yaxshi o'rgangan So'xda albatta film olamiz. Bu yerda qahramonlarni albatta yoritamiz. Biz hattoki o'sha So'x aholisidan nima qilamizki, murojaat qilamizki, ularga iltimos qilamizki, ularga bo'lgan filmlar, ular bu yerda ham o'zini olimlari bor, bu yerda ham o'zini tarixchilar bor, bu yerda ham o'zini ziyolilar bor. O'sha ziyolilar bilan suhbat olib, o'sha ziyolilar bizga agar fikrlar bersa, takliflar bersa, birgalikda ishlasak, yana ham ishonarli bo'ladi. Chunki har bitta joyini, o'zi lokatsiyasini o'sha yerda yashayotgan odamlar bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Biz keyin kirishib boramiz ular bilan. Shuning uchun hozirgi kunda olinayotgan filmlar ketma-ket ishga tushish jarayonida ham tushganlar ham bor. Yaqin kunlarda Xudo xolasa yangi filmlarimizdan taqdimot marosimi boshlanadi, Xudo xolasa. واقعا هم در تاریخ ناحیه سوخ فرزندان قهرمان و فداکاری که برای آزادی، ناموس و حفظ مرز و بوم نیاگان مردانوار مبارزه بردند بشمارند. از این رو نه فقط برای زنده یادان جنگ دوم جهانی بلکه برای ارجگذاری به تمام قهرمانان تاریخی این دیار کهن بنیاد از شاه افسانوی قهقه سر کرده تا فرزندان جسور ملت جیلان قرباشی، ملا میر، تشابای عادیلف، امیرعلی سعیدبیکov، سالیجان علیمov و خیرالدین خالبایف ها آفریدن یک کتاب و قاموس مکمل تاریخی احتیاج زمان است. ما به این باوری داریم که اجرای این رسالت شرفمند و انعکاس حقیقت تاریخی امروز همت و کوشش و قلم طلایی جوانان ایجادکار، پژوهشگران مقتدر و ضیاییان بیداردل سوخ را منتظر است.